Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Hikoya anglag'inglar bormi? Bugun Benni va Pranik degan hikoyani anglab boqaylik-a. Bu qanday hikoyadir? Talada o'ynab, qo'rsqi intayin echib ketgan Benni uyga qaytib keldi. Oshxona uyda Bennining ochisi o'xshitib praniklarni pishirib atadi. "Poh, nima degan mezilik? Qo'rsqim ajab ochda?" Benni shundoq deb praniklarni ilib qo'ygan taxsining yoniga keldi. Buningdan bir dolni ilib, men yaxshi ko'rdigan bog'chadagi heliqi daraxtning shoxida o'ltirib yesam, nima degan yaxshi? To'g'ri, shundoq qilay. Benni shundoq o'yladi-da, xaltiga bir tal pranikni ilib soldi. Ondan eshikdan chiqmoqchi bo'lib, eshikning oldiga keldi-yu, keyniga qarab to'xtab qoldi. Bu praniklar behli mizlik burab ketyotdi. Yeni neçtal ilib olaychu. Benni shundoq o'ylab, taxsining yoniga kelib, yana 3 tal pranik ilib oldi. Shuning bilan Bennining xaltisidagi praniklar 1, 2, 3, 4 tal bo'ldi. Benni endi mangmoqchi bo'lib, eshikning oldiga keldi-yu, yana to'xtab qoldi. Haqiqatan bu praniklar behli mizlik burab ketyotdi. Uning ustiga Bennining qo'rsqimi behli ichib ketgan edi. Yana biza avvalaychu. Benni shundoq o'ylab, yana qaytib keldi. U taxsidagi qolib qolgan 6 tal pranikning hammasini ilib xaltasiga soldi. Endi uning xaltasidagi praniklar 10 tal bo'ldi. Shuning bilan Benni, "Ha, endi bo'ldi, endi mangay" deb eshikdan chiqmoqchi bo'lib turganida bir stakanda choy ko'tarib Bennining ochisi kirib keldi. Bennining ochisi qup-quruq qurg'ilib qolgan taxsini ko'rib cho'chib ketdi. "Voy, mening praniklarim qani?" Bennining ochisi shundoq deb baqiribdi. Hamda praniklarni ko'targan biti eshikdan qochib chiqib ketayotgan Bennini ko'rdi. "Benni, to'xta, praniklarimni qaytarib ber!" Benni to'xtamasdan eshikdan uchqandek yugurib chiqdi-da, bog'cha tarafga qarab yo'l oldi. Bennining ochisi-mu, "Benni, pranikimni qaytarib ber dedim, qaytarib ber!" deb to'g'lig'inicha Bennining keynidan to'xtamasdan qo'g'ladi. Benni yugurib ketib yotganda, Bennining maktabdan qaytib kelgan navri ochisi uchrab qoldi. Navri ochisining burniga praniklar behli mizlik burab ketdi. "Poh, nima degan mizlik?" Bennining navri ochisi Bennining ochisini ko'rdi. Hamda Bennining ochisiga tangli qo'shilib Bennini qo'g'lashga boshladi. "Praniklarni qaytarib ber, Benni! Qaytarib ber!" Ular shundoq deb tang vaqirab Bennini qo'g'ildi. Benni yugurib futbol maydoniga yaqin yerdan o'tib ketayotganda, futbol o'ynab qaytib kelayotgan navri akasi uchrab qoldi. Bennining navri akasiga-mu bu praniklar behli mizlik burab ketdi. "Poh, nima degan mizlik?" Shundoqla Bennining keynidan qo'g'lab kelayotgan Bennining ochisi va navri ochisini ko'rib, Bennining navri akasi-mu ularga qo'shilibla Bennini qo'g'lashga boshladi. "Benni, pranikni qaytarib ber! Pranikni qaytarib ber! Pranikni qaytarib ber!" Ular tang to'lab Bennini qo'g'ildi. Benni qochib ketib o'tib, yana yo'lda onasini uchirtib qoldi. Bennining onasiga praniklar shunchalik mizlik burab ketdi. "Poh, nima degan mizlik?" Uning keyindan "Benni, pranikni qaytarib ber!" deb qo'g'lab kelayotgan Bennining ochisi, navri ochisi va navri akasini ko'rgan onasi ularning keynidan qo'shilib tangli qo'g'lashga boshladi. "Benni, pranikni qaytarib ber dedim. Pranikni qaytarib ber. Pranikni qaytarib ber. Pranikni qaytarib ber." Shunday qilib hammalar Bennini qo'g'ildi. Benni qichib, bog'chaga oz qolganda yo'lda kitobxondan bir qancha kitoblarni ko'tarib chiqib kelayotgan bovisi uchrab qoldi. Bu praniklarning mezilik hidi Bennining bovisining burniga urildi. "Poh, nima degan mizlik?" Bennining bovisi shundoq dedi. Hamda Bennining keynidan qo'g'lab kelayotgan Bennining ochisi, navri ochisi, navri akasi
Anasını görüp, Benny'nin boğusumu ularga qoşulupla Benny'ni qoğlaşqa başladı. Benny, prənikni qaytırıp ber! Qaytırıp ber! Prənikni qaytırıp ber! Prənikni qaytırıp ber! Prənikni qaytırıp ber! Həmməylə şundaq deb Benny'ni qoğuldu. Benny əmdi bağçağa yetib gəldi. O, özü yaxşı gördüğən heyliqi dərəqqa nayda ustalıq bilən yamışıb çıxdı da, şaxığa əbcil oldurub prənikdən bir dalını elib yeməkçi bob durdu. Bu vaqtda Benny'nin acisi, nəvra acisi, nəvra akisi, annesi və boğullarımı dərəq tüyüge təngli yetib gəlgən idi. Ular billili vaqırdı. Benny, prənikni qaytırıp ber dedik. Qaytırıp ber. Bu varang-jurungdan dərəq silkinib ketdi. Benny'nin qo'lidagi prənik qachilangan holda Benny'nin qo'lidan serilib yerga tushib ketdi. Shuning bilan u xaltadagi prəniklar uşaq uvilib ketdi. Bu vaqtda Benny dərəxtdən asta serilib düşdü. Benny'nin acisi bolsa uşaq uvilib ketgan prəniklərə qarab qattiq açıqlanatdı. Mening prəniklərim, mening prəniklərim. Benny asta acisining qışığı keldi. Həm sal xijil bo'lib, boş ovozda: "Ocha, meni kechirgin. Mening qo'rsqim behli ichib ketgan. Uning ustiga bu prəniklər beh müzlik burab." Benny'nin gapinin oxiri tugmay turibla, xaltining yuchuqlaridan o'lib yerga tushib qolgan prənik uvoqlarini atrofga qushlar kelib, sho'rlashib yeyishga boshladi. Shuning bilan Benny'ning acisi xaltini qo'liga ilib, Benny bilan ikkisi tang xaltidagi prənik uvoqlarini qushlarga chechib berdi. Qushlar bo'lsa bas-basda cho'rlashib, bu prəniklarni shundaq xoşal bo'lib yemoqda edi. Qaraganda prəniklar behli o'xshab ketgan chig'i, qushlar ham bu prəniklarni behli yaxshi ko'rgandek qiladi. Shundaq qilib, Benny'ning acisining achchig'imi yongandek bo'ldi. Shuning bilan ular hammasi tang uylariga qaytib kelishdi. Endi Benny acisiga yordamlashib, billa prəniklarni pişirmoqchi bo'ldi. Ularning pishirgan prəniklarimi intayin müzilik purab to'qibkidan chiqdi. Bu qitimqi prənik oldingi qitimqidan bakrak o'xshab ketgandek qiladi. Chunki uning mezilik hidi hammalarning og'ziga seriq sularni keltiribdi. Qandaq kichik do'stlar, bu Benny va prənik degan hikoya yaxshimikan? Yaxshi narsalarni hammalar tang yesak, tang yegan tanga singar deb texim yaxshi bo'ldi, shundaqmi? Undaqda bugungi hikoyamiz mushu yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.